Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Ya Rabbi lekal hamd kema yenbaghi li jalali vajhika ve azim sultanik. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uylariga tilamchi kelib qoldi. Devona keldi. Xudoning yo'liga sadaqa qilinglar deb ko'zi ko'r ekan tilamchi. Ko'zi so'qir ekanda. Ko'zi ajiz deb qo'yadi, ko'zi ojiz. Falan ayollardan birisi chiqib qarab qoldi-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bayağı ayolni bir achuvsiga bunday qarab qo'ydi. Hali erkak kishiga qaragani. Ana vaqt tilamchi ketgandan keyin "Ya Rasululloh, uning ko'zi ko'r ekan-u, nima bizni qizg'andingiz" dedi. Uni ko'zi so'qir bo'lgan bilan seni ko'zing ochiq, sen ko'ryapsan dedi. Sen nima begona erkakka, nomahram erkakka qarayapsan dedi. Ha. Endi bu gapni men nimaga gapiryapman? Ayollarimiz avratlarini saqlagani yaxshi, shariat buyuradi buni. Ayol kishining avrati, demak, yuzi, ikkala qo'lini kaftidan tashqari ham yo'q avratda. Sochi avrat, betini ko'rsatsa bo'ldi, qo'lini ikkala kaftini ko'rsatsa bo'ldi. Qolgan yer oyog'ini tagida, qadami ham deb qo'yadi. Va avrat faqat o'sha yerlar avrat emasda. Ya'ni taqvo qilsa, fitna zamonlar bo'lsa, masalan, erkaklar, odamlar buzilib ketgan, yomon zamonlar bo'ladigan bo'lsa, majbur ko'chaga chiqishga majbur bo'lib qolsa, shunda niqob taqishligi shunda bo'ladi. Lekin bunaqangi tinch zamonlarda shu niqobni uni mustahab deydi biz mazhabimiz. Hijobni farz deydi. Ya'ni hijob shu ro'mol o'rashlikni farz deydi. Buni inkor qilgan odam dindan chiqadi. Yuzni shu hijobni o'rab yurishlikdan inkor qilsa, dindan chiqib qoladi. Endi boya gapni nimaga aytdim men? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xotinini nimaga o'zing qarayapsan? U ko'rmasa ham sen qarayapsan u. Ayollarni taqvo qilgani yaxshi, o'rangani yaxshi, lekin ashi o'rangan bo'lib, ko'rinib olib, ko'chada, bozorda yurib, erkaklarni ham turtib o'tib, og'izdan chiqqan gapga ilon post tashlaydigan qilib, o'sha ahvolda urushib, janjal qilib, o'zi rost taqvo qiladigan bo'lsa, enalarimiz ko'chaga chiqqan emas. Ko'chaga chiqqan emas-da. O'sha ayollar uylarida o'tirgan, erlari bir yerga bo'lsa, eshik aravada birinsidan olib borgan. Rost shunaqa taqvo qiladigan bo'lsa, o'sha o'ransa, unda uydan chiqmasligi kerak bo'ladi. Endi hozirgi davr talabida haligi urush yo'q, tinchlik zamoni yaxshi bo'lgani uchun anaqa общественный joylarda shunaqa bir tanishga notanish bo'lmasin, xavf bo'lmasin degan ma'noda qilishyapti-yu. Lekin o'zi ayollarda o'zida ham bor-da. O'sha ko'zini ayollar o'z birinchi ko'zini saqlash kerak, nomahramga qarashdan. U o'zini yashirishdan tashqari o'zlarini ham olib qochish kerak. Rost o'sha olib qochadigan bo'lsa, uyda o'tirish kerak, boshqa qilish kerak. Rost endi ko'chaga chiqdimi, endi ko'chadagi tartibga ham, nimaga ham amal qilish, rioya qilish kerak bo'ladi. Erkaklar ham xotinlarini o'ratgandan keyin o'zlari ham shu o'ranagan xotinga loyiq erkak bo'lsin, erkaklar ham hamiyatli bo'lsin, ibodatli bo'lsin, namozida mahkam bo'lsin, uy joyini qo'rg'aydigan bo'lsin, yashab turgan mekanini, vatanini qo'rg'aydigan bo'lsin, uni himoya qiladigan bo'lsin. O'shaqangi o'zlarini chiroyli bir holatda bo'lishliklarini nima qilish kerak? Ta'minlash kerak. Dini bir fitna narsa bor-da. Mana shu misal hozir bunaqa tekshiryapti ekan, niqobda boshqalar deb gapirsa, birpasda xalqni hukumatga qarshi qo'yib, ko'rdinglarmi, sizlarni huquqinglar tepalayapti. Chiqmaysizlarmi, ko'tarilmaysizlarmi deb odamlar qo'zg'ayman deydimi? Yo'q. U battar qiladi dinni. Mana qo'shni mamlakatlarda shunaqa ko'tarilish orqasidan necha yil orqaga surilib ketdi din. Yosh bolalar masjidga kira olmagan, shuncha. Boshqa madrasalar bizda endi qanday erkinlik arablarda ham yo'q, boshqa yerda gapirmang. Arablarda o'zida ham yo'q. Boshqa hozir 24 soat keling masjidga, masjid ochiqda 24 soat keling masjid ochib turadi. Arabistonda namoz vaqtidan boshqa paytda любой masjidga borib bekiveradi. Makkada, Saudiyada haram ochiq bo'ladi, to'g'ri. Haram ochiq bo'ladi, payg'ambar masjidi ochiq bo'ladi. Boshqa любой masjidga boring, namozdan boshqa payt eshigi qulib bo'ladi. Kirgizmaydi. Shunaqa ekan. Bu dinning erkinligi, bir yo'linglar haligi kuchli erkalatib qo'ysa, xoliq ketish kerak emas. Chiroyli amal qilish kerak. Ayollarimiz ham to'g'ri o'sha avratini saqlasin. Endi saqlagandan keyin, taqvo qilgandan keyin, yuzini yopadigan darajada iymoni zo'r bo'lsa, ko'chaga ham chiqmasin endi. U erini mashinasida eri bilan borsin u yoqqa. O'zini ehtiyot qilsin. O'shanaqa bo'lib turib, o'zi yuzi yopiq. Bozorda erkaklar ichida taqarat qilib, uni usiga o'tib, buni usiga o'tib, unaqa qilib yursa, u ham u taqvosiga to'g'ri kelmaydi, aytdingmi? Demak, o'sha hamma narsani shariatga muvofiq qilishlik kerak bo'ladi. Va shunaqangi bir nima deydi, osha chopish deb qo'yadi, haddan oshmaslik kerak bo'ladi. Hamma narsani o'zini qoidasida qilsak, hamma narsani o'rnida qiladigan bo'lsak, Xudo xolasa,
hamma yaxshi bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling.